Samarqanddagi aka-akalarim, bugun sizlar bilan shunaqa barsetkalarni bitta obzor qilib beraman. Narxlari 195 ming so'm. Hermes brendidan ko'rishingiz mumkin. Bular qulflanarkan, qaranglar, o'zini shunaqa nima desa bo'ladi, kodlari bo'lar ekan. Kodli bemalol ichiga pullaringizni solib, yoshirib yursanglar ham bo'ladi. Ikkinchi barsetkamiz 145 ming so'mdan shunaqa kojini qilib ishlangan. Bu korishniy rasvetkada qaranglar. Bitta ikkita, qarang ichida vau, shunaqa hamma narsasi bor ekan. Vashshe sifati zo'r. Qarang. Shunaqa 95 ming so'mga yana barsetkamizdan bor. Buni qaranglar, qanday chiroyli, vashshe zo'r. Bu tarafida bitta zamogi bor. Ikkinchi zamog. Bu ham qulflanar ekan. Qaranglar, o'zini shunaqa qulfchasi, kalchasi bo'lar ekan. Xonim, bemalol xotiningizdan pulni yashirmay shu yerga solib qo'ysangiz bo'ladi. Qaranglar, shunaqa 95 ming so'mga barsetka kelgan. Bitta, ikkita, bu tarafida yana bitta. Общий 4 ta zamochkasi bor. Xohlasangiz bunday taqib yurasiz, xohlasangiz bunday taqib yursa bo'lar ekan. Qarang, 95 ming so'm. Aka xonim, ko'rishingiz mumkin, shunaqa barsetka sumkalarimizni olib keltirib qo'yganmiz. Yana nimalarni obzor qilib beray, kommentariyada yozamiz. Barchangizning Mirana oila video kanalımizda kutib qolamiz.